Yana ko'p murojaatlardan biri bizga qorinchalar ekstrasistaliyasi bilan murojaat bo'ladi. Ya'ni bu ekstrasistaliya nima degani? Yurakni navbatdan tashqari urishi. Ya'ni bemorlarning asosiy shikoyati yuragi to'xtab urganday bo'ladi. Bu narsa ekstrasistaliya deb nomlanadi. Murojaatlar ko'p. Hamma ekstrasistaliya ham demak operativ yo'l orqali davolanmaydi. Bir xil ekstrasistaliya dori orqali davolanadi, bir xillariga operatsiya kerak bo'ladi. Demak, buni ham sizga qanaqa kelib chiqishini hozir chizib ko'rsataman. Bu uchun ham demak bizga yuragimiz kerak bo'ladi. Yurakni biz demak sxematik ko'rinishda chizib olamiz. Yurakning 4 ta kamerasi bor. Yurak qon aylanishining sentral a'zosi. Ya'ni qon yurakka keladi va yurakdan chiqadi. Yurakdan chiqayotganda yurak mushaklari kuchli qisqargani uchun bosim orqali chiqadi. Shuning uchun qo'lda demak bemorni qon bosimi 120 bo'lsa, demak yurak o'sha payt 140 bilan qonni chiqarib bergan bo'ladi, qonga yetib kelguncha 120 bo'ladi. Shuning uchun bosimni ham asosan demak yurak ta'minlab beradi. Yana xuddi demak bizada boshqaruvchimiz bor. Ya'ni bu sinus tuguni deydi. Boshqaruvchimiz 60 tadan 90 tagacha o'rtacha tok ishlab chiqaradi. Chiqargan tokimiz birinchi bo'lmachalarga tarqaladi. Keyin o'zini o'tkazuvchan yo'l orqali qorinchalarga keladi. Demak, boshqaruvchi har doim bir dona bo'lsa, yurak o'sha boshqaruvchini ritmi bo'yicha ishlaydi. Ya'ni soatga o'xshab bir xil qisqaradi. Birinchi tepa, keyin past, birinchi tepa, keyin past. Ba'zi bir holatlarda, ya'ni ekstrasistaliyasi bor bemorlarda yuragida ikkinchi boshqaruvchi paydo bo'lgan bo'ladi. Demak, men bu joyda ikkinchi boshqaruvchini chizib qo'yaman. Ya'ni bu boshqaruvchi nima vazifani bajaradi? Bu boshqaruvchi ham o'zidan ora-chora tok ishlab chiqaradi. Yurakning pasti yoki tepasi oddiy hujayralar bilan oddiy ishchi. Prikaz, ya'ni buyruq qaysi joydan kelsa, o'shanga demak javob berishga majbur. Agar tepadan kelsa, tepanikiga qisqaradi, pastdan kelsa, pastnikiga qisqaradi. Shuning uchun ora-chora demak o'choq o'zidan tok chiqargani uchun yurakning pasti ham noto'g'ri qisqaradi. Shu sababli bemorlarning yuragi to'xtab uradi. Bunaqa bemorlarning asosiy shikoyati demak yurak to'xtab urishini ba'zi bir bemorlar sezadi, ba'zilari sezmaydi. Lekin ko'pchilik bemorlarni bizga bildiradigan shikoyati tomog'iga narsa tiqilishi va tez charchash. Demak, diagnostikasi qanaqa bo'ladi? Diagnostikasi bu yurak urishi, ya'ni yurak ritmi bo'yicha gapirsak, faqat eng bizga yuqori o'rinda turadigan diagnostik metodlardan birinchisi bu EKG, ikkinchisi Holter tekshiruv. EKGda biz ko'ramiz, yurakni qaysi qismidan o'choq chiqyapti. Bu bo'lishi mumkin tepasidan, pastidan, o'ngidan, chapidan. Holter tekshiruvida 1 sutkalik, ya'ni EKGda biz bu o'choqni 1 sutkada necha marotaba chiqyapti. Va bu o'choqning xarakteri yaxshimi, yomonmi? Demak, shu savollarga javob olamiz. O'choqning xarakteriga, o'choqning demak soniga va o'choqning aktivligiga qarab davolash metodlari ikki xil bo'ladi. Agarda o'chog'imiz passiv o'choq, ora-chora ishlaydigan o'choq, xavfsiz o'choq bo'lsa, bu bemorlarga biz dori bilan davolanishni tavsiya qilamiz. Dori o'choqni yo'qotmaydi, dori faqat o'choqning ishlashini kamaytirib turadi. Demak, bir sutkada 2000 ta chiqarayotgan o'choq bo'lsa, dori ichib yursa bemorlar 500 ta yoki 700 tagacha kamayishi mumkin. Bu ham demak kasalning shikoyatini yengillashtirishga qaratilgan metod hisoblanadi. Agarda demak o'choq bir dona bo'lsa, uni aktivligi kamida demak bir sutkada 6000 dan ko'p bo'lsa yoki xavfli turi bo'lsa, bu bemorlarga biz effektivligi yuqori bo'lgan davolash metodini buyuramiz. Bu metod radiochastotali ablatsiya metodi hisoblanadi, ya'ni kuydirish metodi. Demak, bu metodda nima ish amalga oshiriladi? Oyoq tomirlari orqali maxsus kateterlar yurakning ichiga olib boriladi, o'choq topiladi va o'choq demak kuydiriladi. Kuydirilgandan keyin o'choq o'zidan tok chiqara olmaydi. Ya'ni 6000 ta, 7000 ta yoki 10000 ta, ba'zi bir bemorlarda bo'lgan bizda 50000 talab aritmiya bo'ladi. Operatsiyadan keyin demak o'choqni kuydirib berganimizdan keyin aritmiya soni demak srazu nolga tushadi. Ya'ni o'choq ishlamasa, o'zidan tok ishlab chiqarmasa, yurak ham noto'g'ri qisqarmaydi. Demak, bizning maqsad
Ikkinchi, qo'shimcha paydo bo'lgan boshqaruvchini yo'qotish. Qo'shimcha boshqaruvchi yo'qolsa, yurakning ishi har doim asosiy boshqaruvchi orqali boshqariladi. O'shanda yurak ritmi bir xil bo'ladi. Shu uchun ekstrasistaliyasi bor bemorlarning o'chog'i bitta, aktivligi ko'p yoki xarakteri yomon bo'lsa, har doim biz demak effektivligi yuqori bo'lgan davolash metodini buyuramiz. Bu radiochastotali ablatsiya metodi. Ircha metodining effektivligi o'choqni demak soniga bog'liq. Bitta o'choqlarda demak 90% dan 95% gacha bo'ladi. Ya'ni 100 ta kasalni operatsiya qilsam, 90 tasi 95 tasi muammosidan bitta operatsiya orqali xalos bo'ladi. Qolgan holatlarda demak bemorlarga agar aktivligi past o'choqlarda dori vositalari buyuriladi. Dori vositalari turlari ham ko'p. Shu sababli demak aniq bir sizga qaysi dori to'g'ri kelishini tekshiruvlardan keyin aritmolog shifokor aytadi. Shunga o'xshash muammolar sizda bo'lsa, klinikamizga murojaat qiling, tekshiruvlardan o'ting va biz sizga sifatli tavsiyalarni beramiz. Shunga qarab davolashni qancha vaqtli boshlasangiz, kasallikdan shuncha vaqtli qutulish ehtimoli yuqori.